Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi. 2017-yil 189 ming km masofani bosib o'tgan. 3-peysa avtomat korobkasi bo'ladi, akalar. Mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan. To'rtta yaxshi yumshoq archa bo'loligicha ham qo'yilgan. Balonlar zo'r holatda, tonirovka ruxsatlari bor, shumkalar qilingan, salon holatini ko'rishingiz mumkin. Salonlar ham zo'r, akkuratniy holatda turibdi. Mashinaga yaxshi chexol, evakorlar solingan, video registrator, mashinaga pultlargacha ham uстановka qilingan, tonirovka ruxsatnomalarigacha ham bor. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolarni o'zing uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib qo'yaverasizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, akalar, mana shu eshigi bilan orqa krilo'sida pitnosi bor. Mashina strashniy udallari o'zing uchun bir qator polniy tekshirtirib, prerka qildirib qo'yaverasizlar. Illi partiyada sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Asosiysi akalar narxi zo'r narx bo'ldi. Bu mashina akalar sizlar olmasa qilib minishing uchun $8350 baholandi. 2017-yil 189 ming proyekt yurgan 3-peysa avtomat korobka Gentra.